Bu hikoya mening o'limim haqida. Xavotirlamang, rostini aytsam, kulgili voqea bu. Aslini olganda, gap men haqimda bormaydi. Rapunzel ismli bir qiz haqidagi hikoya bu. Hammasi tong otishi bilan boshlangandi. Xullas, qadim zamonda samodan bir qatra quyosh nuri yerga tushibdi. Ana shu qatradan sehrli oltin gul o'sib chiqibdi. Uning mo'jizakor xislati, bemorlarni davolash xususiyati bor ekan. Janob Roganyu juda xasis va toshbag'ir odam bo'lib, kambag'allarga zulm qilgan ekan. Agar u qasrdan chiqqudek bo'lsa, butun qishloq xuddi qabristondek sukut olar ekan. Bolalar kravat tagiga berkinishar ekan, dehqonlar bo'lsa, eshik derazalarni berkitib olishar ekan. Faqat Bernik hech narsadan qo'rqmas ekan. U tulkiday ayyor va juda quvnoq odam ekan. Uni xotini va 3 ta bolasi bo'lib, hech narsadan zoriqmas ekan. Janobni man etganiga qaramay, qorong'i tushgan paytda u o'rmondan o'tin yig'ib kelar ekan. Bu voqea qadim zamonda yer yuzida mamantlar hukmronlik qilgan davrlarda sodir bo'lgan edi. Bu hikoya aslida men va aka-ukam haqida. U vaqtlarda biz hali juda yosh edik. Bizga kattalar dunyo ajoyibotlarga to'la. Hammasining asosiy manbai esa nurlari ko'kda lovullagan olovdir deb uqtirishardi. Qabilamizning ona shamani, olovni ajdodlarimizning ruhi. U yer yuzidagi hamma narsani o'zgartira olishga qodir der edi. Adel urug'idan bo'lgan pingvinlar butun qish olis shimoliy dengizda yashaydilar. Lekin Antarktidada bahor boshlanishi bilan ular o'z uylariga qaytadilar. Bu qadrdon yurtga birinchi bo'lib pingvin dadalar qaytadilar. Bu yerda ular in quradilar, tuxum bosiyotadilar, so'ng tuxumdan chiqqan pingvinchalarni parvarish qiladilar. Qadim zamonda Angliya qiroli Richard muqaddas yer uchun salb yurishga jo'nab ketganida taxtni ziqna va makkor shahzoda Jon egalladi. Ayni shu paytda muruvvatli Robin Hood paydo bo'ldi. U do'stlari bilan Sherwood o'rmonida yashirinib boylarni talab, kambag'allarga yordam berardi. O'shandan buyon Robin Hood haqida ko'plab turli tuman rivoyatlar paydo bo'ldi. Bizda hayvonot olamida ham Robin Hood haqida afsona bor. Sizga so'zlab bermoqchi bo'lganim bu voqea preriyaning ko'hna zaminida bo'lib o'tgan. Ajdodlarimning aytishlaricha, juda qadim zamonlardan beri bu betakror hadsiz kengliklar yovvoyi g'arb deb atalsa ham, undagi jamiki jonzotlar erkin va osoyishta yashar ekanlar. Men ham yovvoyi g'arb deb atalmish ana shu ko'hna zaminda dunyoga keldim. Ko'z ochib ko'rganim bu go'zal go'sha poyonsiz edi. Uning sarhadlari go'yo osmon bilan yerni tutashtirib turganga o'xshardi. Bor ekan, yo'q ekan, go'zal bir malika bor ekan. Afsuski, u yovuz kuchlar jodusining qurboniga aylanibdi. Uni faqat muhabbatning birinchi bo'sasi xalos etishi mumkin ekan. Malika dahshatli ajdarho qo'rqlab kelgan qal'ada tutqunlikda yashar ekan. Son saroqsiz bahodirlar uni qutqarishga urinib yurishdi. Biroq ularning hammasi halok bo'ldi. Pirovardida malika o'sha xaloskor muhabbatning ilk bo'sasini kutib, hamon ajdarho qo'rqlab turgan eng baland minorada kun kechirar ekan. Katta bir sirkda Bonifatsiy ismli sher yashardi. U juda aqlli, farosatli bo'lib, unga bir narsani ikki qayta tushuntirib o'tirishning hojati yo'q edi. Bonifatsiyni sirkda hamma, hatto direktor ham juda yaxshi ko'rardi. U Bonifatsiyni turgan bitgani iste'dod deb bot-bot takrorlardi. Sirk direktori Bonifatsiyni tez-tez sayrga olib chiqib, uni banan bilan siylardi. Chunki banan Bonifatsiyning joni dili edi. Yetib oyi kuni ham qo'chqorday tetik bardam o'g'il ko'rdi kelinchak. Xuddi ona burgutdek chaqaloqqa parvona girgitton bo'lur ona. Bajarib o'z va'dasin shod qilay deb dadasin jo'natdi chopar shukun shohga suyunchi uchun. To'quvchi va oshpaz qiz
Babarixa yalmog'iz singildan o'ch olmoqchi, chopar yo'lin to'smoqchi. Bu qiziq voqea shunday boshlandi. Hech narsaga arzimaydigan eski tegirmon xo'jayini dunyodan ko'z yumdi. Uni 3 o'g'li bo'lib, otalaridan qolgan merosni bo'lishib olishmoqchi bo'lishibdi. To'ng'ich o'g'ilga tegirmon tegibdi. Chunki u otasini kasbini egallagandi. O'rtanchi o'g'ilga eshak tegibdi. Kenja o'g'ilga esa bor yo'g'i mushuk. Ha, mushuk. Ota shuni vasiyat qilgandi.